Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, avtomobil agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali TTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Zadnimiz korobkalarda 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz, bir kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Zadnimiz korobkasida 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram moy yemaydi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz, bir kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Texnikamizning dokumentlari joyida. Texnikamizga qo'shimcha agregat tilichkasi, chizili bor. Tilichkasining setkalari ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampligi 35 million so'm. Ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamizning manzili Namangan viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ80X traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2006-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizning zadnimiz korobkalari umuman ochilmagan. Motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz, bir kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm, ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ80.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Texnikaning dokumentlari joyida. Zadnimiz korobkasi ochilmagan, motor bir martagina qilingan. 1 gram yog' yemaydi. Bir kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million so'm, ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni texnikani egasidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ80.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 1991-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz. Zadnimiz korobkasida 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi, bir kalitda zavodit bo'ladi. Ballonlari ham ideal holatda. Texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, ikki avtomobil, agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenida bo'lgan koreyskiy press apparatimiz sotiladi. Bu press apparatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan, ideal holatda turibdi. Bu apparatni olish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $11.500. Endi ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, apparatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu apparatimizning manzili Surxondaryo viloyatida. Bu apparatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni og'zidan olishingiz mumkin. Realni olaman deganlar, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanamiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi YUMZ traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Balonlari 90%, dokumentlari joyida, bir kalitda zavodi bo'ladi. Zadnimoz korobkalarda 1 gram shumi yo'q. Olasiz va ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregat kasilkasi bor. 8 joyini oladi deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamiz kasilkasi bilan komplekt sotiladi. Narxi 45 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, yarim kalitda zavodi bo'ladi. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Zadnimoz korobkalarda 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 6100 soat ishlagan bir qo'l texnika deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $20,000. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Yo'q, arqalarini ko'rib olsin. MTZ82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2021-yil ishlab chiqarilgan, 2022-yil olingan. Holati a'lo darajada, motori, zadnimoz korobkasi hech qayeri ochilmagan. Xullas, biror joyga kulush tegmagan texnika. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 240 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili
Surxondaryo viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni texnikani egasidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyat Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ80 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gramm yog' yemaydi, bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. 4 talla baloni ham yangi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati chizig'i bilan PSB boroni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 65 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi UMZ traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz. Motori 1 gramm yog' yemaydi, zadnimoz korobkasida shovqini yo'q. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati o'tiradigan agregati bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampilik 45 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2021-yil ishlab chiqarilgan, 4400 soat ishlagan. Deyarli og'ir ish qilmagan.
biror bir joyga kulish ham tegmagan, ochilmagan, olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 240 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ-80X traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2024-yil ishlab chiqarilgan, 2025-yil olingan. Texnikamiz bor yo'g'i 470 soat ishlagan, og'ir ish qilmagan. Hamma joyi ideal holatda turibdi. Bu texnikani olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 330 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sistemada bo'lgan rotor kassilga agregatimiz sotiladi. Bu agregatimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 22 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T40 traktori. Bu traktorning holati yaxshi. Hamma joyi soz holda. Zadnos korobkalarda 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Bir kalitda zavalit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregat tilichkasi bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Tilichkasining ham hamma joyi butun, ramalariga umuman svarka tegmagan. Olasiz, olib borasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampoligi 35 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan avtomobilimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 1998-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz sotiladi. Bu avtomobilimizning holati yaxshi, hamma joyi soz. Hamma joyi garantiya berib o'tamiz deb aytib o'tmoqda. Motori 1 gram yog' yemaydi. Salon qismlari ham a'lo darajada turibdi. Balonlari yangi, metan baloni ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu avtomobilimizning manzili Sirdaryo viloyatida. Bu avtomobilga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Taglar saqich qilingan. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamiz Kareskiy mini traktor hisoblanadi. Bu mini traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Bu mini traktorimizni olish kerak, olib borish kerak, ishlatish kerak. Mini traktorimizga qo'shimcha agregati, chizili kassilkasi bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $4500. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Norin tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1996-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavodit bo'ladi. Zadnimoz korobkalarda shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz. Zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Pritsepnoy bor. Pritsepnoy bor. Hali qo'yib qo'yilmagan. Navbatdagi sotiladigan agregatimiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Ramalari butun, bir joyga svarka tegmagan, setkalari ham a'lo darajada turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 16 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Ishlab chiqarilgan yili 2000-yil ishlab chiqarilgan. Zadnimoz korobkalari GPI'da turibdi. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati puliga bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda.
Bir kalitda zavodit bo'ladi, zadnimoz korobkasi shovqini yo'q, olasiz ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Gaz verin, gazdan. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT-80 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavodit bo'ladi. Balonlari yangi, zadnimoz korobkalari umuman shovqini yo'q. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning hujjatlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 62 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostavda bo'lgan kombaynimiz sotiladi. Bu kombaynimizning ishlab chiqarilgan yili 2006-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, ideal holatda turibdi. Bu kombaynni olish kerak va olib borib ishlatish kerak. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi Tuproqqal'a tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Kartochkalarni ideal holatda kavlaydi. Bu agregatni olish kerak va olib borib tindirmay ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ80.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2001-yil ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada. Motor korobka zadni moslarda 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Hamma joyga garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 115 million so'm, men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2021-yil ishlab chiqarilgan. Traktorimiz 4400 soat motor soat ishlagan. Motor, korobka, zadni moslari xullas bir joyga qilish tegmagan. Hamma joyi soz holda, radnoy holda turibdi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 240 million so'm, men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2024-yil ishlab chiqarilgan, 2025-yil salondan olingan. Traktorimiz ideal holatdagi yangi traktor. Bor yo'g'i 440 soatgina ishlagan. Traktorimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 330 million so'm, men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani obdon ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Texnikamiz kampirlik press-padbor apparati, puldagi chizili tilichkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu texnikamizning holati zo'r, ideal holatda turibdi. Zadnimoz korobkalarida umuman shovqini yo'q. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Agregatlarning ham holati a'lo darajada. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narx $10,000, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga Telegram, WhatsApp orqali bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Texnikamizning manzili Farg'ona viloyati Suv tumanidan. Mana shu holatdagi traktor press-pad bor, traktor pulugi persep tagida ikkili listdan qo'yilgan toza zo'r holatda. Chizil rangi shu holatdagi traktorimiz aka. Hammasi ishlab kelayotgan narsa, texnikalar, hujjatlari joyida, starter yangi, akkumulyatori bor. Bittada zavodit bo'ladi. Korobka zadnimozda shum yo'q. Zo'r holatdagi texnika aka. Bunda zarur bo'lib sotishga qo'ydik. Nasib endi xaridor bo'lsa agar chiqadi, inshaalloh sotamiz. 80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1983-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Zadnimoz korobkalarida 1 gram shovqini yo'q, 4 ta baloni yangi. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi M82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Bir joyi kulush tegmagan, hech qayeri ochilmagan, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning motochasi 500 soat ishlagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 280 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Nurobod tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi BT-150 traktori hisoblanadi. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Puskachida zavodit bo'ladi. Hozirgi paytda ishlab turgan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani bemalol ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
turgan ajoyib sostavida bo'lgan MT-82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan, hech joyi ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Texnikamiz bor yo'g'i 500 soat ishlagan. Dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm. Yana ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaning manzili Xorazm viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. O'zi sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostavida bo'lgan MT-82 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan, 2700 soat ishlagan. Bu texnikamizning hech qayeri ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan, hamma joyi radnoy holatda turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $18,000, yana ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Namangan viloyatida. Texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizdan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT-82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, korobkalari ochilmagan. Motori 1 gram moy yemaydi, zadnima ostida 1 gram shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika, bir kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 160 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, hamma joyi radnoy. Zadnimoslarda 1 gram shovqini yo'q, bir kalitda zavodit bo'ladi. Motorlari 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ LS100 traktor hisoblanadi. Bu traktorning holati a'lo darajada. Ishlab chiqarilgan yili 2015-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida, bir joyi kulush tegmagan, deyarli og'ir mehnat qilmagan, faqat bir safara tortgan deb aytib o'tmoqda akamiz. Hamma joyga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha agregati, pres apparati bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Undan tashqari yana pullik agregati bor, to'rt korpusli, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Pres podbor apparatining ham holati ideal darajada, deyarli ko'p ishlamagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kamtalik $19,900 hisoblanadi. Realni olishlar bo'lsa, kelishtirib ham beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnik agregatlarni alohida ham sotaveramiz, narxini telefonda kelishaveramiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnik agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
konditsionerlari bor. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi LT-60 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada xo'jasoz holda. Motor korobka zadni moslari ziver holatda ochilmagan. Amajaga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Oldi vidishlari ishlaydi, to'rtala baloni ham yangi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, tilishkasi, chizig'i, kipini, pulugi hamda priz podbor apparati bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Priz podbor apparatimizning ishlab chiqarilgan yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. O'zimizda 2 sezon ishlagan, u ham yangi holatda turibdi deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15,000 yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnika agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. turgan ajoyib holatda bo'lgan taqiriq traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada hamma soz holda, motori oq motor. Oldi vidishlari ishlaydi. Bir kalitda zavod bo'ladi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Xorazm viloyati Xanqo tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati yaxshi.
Hamma joyi soz holda, sezonga tayyor holda turibdi. Bu apparatni olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 38 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, apparatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu apparatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz mototsikl ishqibozlari uchun Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu motosiklimizning markasi Lifan Count 9 200S motosikli hisoblanadi. Bu mototsiklimiz holati yangi, 870 km yurgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, mototsiklni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Barterga Matiz avtomobili bo'lsa, barter ham qilaveramiz deb aytib o'tmoqda. Bu mototsiklga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizdan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Payariq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ 82.1 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Bir kalitda zavod bo'ladi. Zadnimoz korobkalarda 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram moy yemaydi. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz, olgan baraka topadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 80 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Turgan ajoyib holatda bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yangi, hamma joyi soz, bir joyga kulush tegmagan. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 33 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga aloqaga chiqib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning nomi UMZ traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz. 4 tala baloni yangi. Yarim kalitda zavod bo'ladi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Rullar gidravlika qilingan. Qo'shimcha ikkita kavushi bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T40 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz. Balonlari 70%. Dokumentlari joyida, bir kalitda yonadi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, friz podbor apparati bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz.
Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 100 million so'm, yanayam kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnik agregatni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnik agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi M382 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyiga garantiya beramiz. Hech qayeri ochilmagan, bir joyga kulush tegmagan. Yarim kalitda zavodit bo'ladi deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamiz 1100 soat ishlagan. Ideal holatda turibdi. Deyarli og'ir ish qilmagan deb aytib o'tmoqda. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 260 million so'm, yanayam kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Hali hech qayeri ochilgan emas. Yili 2023ning oxiri. Texpasport 24 ta. Balonlari 80-90% yangi. Ishlagan soati ham 1100 ishlagan. Motojas. Asilmoq. Hamma yoq radnoy. Kulish teggan joyi yo'q. Grafikka ishlagan soat. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi Ensan Combine 950 hisoblanadi. Bu kombaynning ishlab chiqarilgan yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, hamma joy ideal holatda. Motori 1 gram yog' yemaydi, ishlab turgan kombayn. Bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 270 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT80 traktori. Bu texnikamizning holati yaxshi, rollari gidravlika. Badnivoslarda 1 gram shovqini yo'q, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Orqa balonlari yangi. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenida bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavod bo'ladi. Traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1979-yil ishlab chiqarilgan. Zadnimoz korobkalarida umuman shovqini yo'q. Motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Balonlari yangi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1991-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, hamma joyi soz. Bir kalitda zavod bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Chust tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1989-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavod bo'ladi. Korobkalari ochilmagan 6 talik. Texnikaning dokumentlari ham joyida deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Mana azizlar, yonib turgan holati. Hech qayerdan sarakka oqib, nari berisi yo'q. Mana motor chiqib turgan holati. Asoslar hammasi joyida, chirikozlar. Mana orqasiga yonish holati. Kechqurun projektor hamma yoqda zo'r yoritadi. Rollar gidrolikasi ishlaydi. O'zining lufti yo'q, deyarli rolda. Hamma narsasi joy-joyida. Mana akkumulyatorlar bemalol yoqib turaveradi 2 soat, 2 soat. Akkumulyatorlar zo'r 90 talik yangi akkumulyator qo'yilgan. Muammosi yo'q. Olasi minus traktorda. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi LTZ60 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz, bir kalitda zavod bo'ladi. Zadnimiz korobkalarida 1 gram shovqini yo'q. Motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ80 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavod bo'ladi. Zadnimoz korobkalarida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor.
Kelsinlar texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sosteniyada bo'lgan motoblokterimiz sotiladi. Bu motoblokterimizning markasi 1100 hisoblanadi. Bu motoblokterning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 22 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar bu motoblokterni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu motoblokterga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ-80X traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan. 1100 soat ishlagan. Motor korobka zadnomoslari 1 gram ochilmagan, xullas hech qayerga kulush tegmagan. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 260 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Hali hech qayerda ochilgan emas. Yili 2023ning oxiri. Texpasport 24 ta. Balonlari 80-90% yangi. Ishlagan soati ham 1100 ishlagan. Motojas. Asilmoq. Hamma yoq rodnoy. Kulish teggan joyi yo'q. Grafikga ishlagan soat. MTZ-82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Hech joyi ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Texnikamiz bor yo'g'i 500 soat ishlagan. Dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaning manzili Xorazm viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sosteniyada bo'lgan MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan, 2700 soat ishlagan.
Bu texnikamizning hech qayeri ochilmagan, bir joyiga kilish tegmagan, hamma joyi radnoy holatda turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $18,000, endi ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Namangan viloyatida. Texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizdan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Korobkalari ochilmagan. Motori 1 gramm moy yemaydi, zadni ostida 1 gramm shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika, bir kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 160 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, hamma joyi radnoy. Zadnomoslarda 1 gramm shovqini yo'q, bir kalitda zavodit bo'ladi. Motorlari 1 gramm yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm, yana ham kelishlaydigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ LS100 traktor hisoblanadi. Bu traktorning holati a'lo darajada. Ishlab chiqarilgan yili 2015-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida, bir joyi kulush tegmagan, deyarli og'ir mehnat qilmagan, faqat press apparat tortgan deb aytib o'tmoqda akamiz. Hamma joyga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha agregati, press apparati bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Undan tashqari yana pullik agregati bor, 4 korpusli, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Press podbor apparatining ham holati ideal darajada, deyarli ko'p ishlamagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampilik $19,900 hisoblanadi. Realni olib ishlab bo'lsa, kelishtirib ham beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnik agregatlarni alohida ham sotaveramiz, narxini telefonda kelishaveramiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnik agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Konditsionerlari bor. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi LTZ60 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Motor, korobka, zadnomoslari ziver holatda, ochilmagan, hamma joyga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz.
Oldi vid ishlari ishlaydi, to'rtala baloni ham yangi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, tilishkasi, chizig'i, kipini, plugi hamda priz podbor apparati bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Priz podbor apparatimizning ishlab chiqarilgan yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. O'zimizda 2 sezon ishlagan, u ham yangi holatda turibdi deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15,000 yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnika agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT-80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1983-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Zadnimiz korobkalarida 1 gram shovqini yo'q, 4 ta baloni yangi. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT-82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Bir joyi kulush tegmagan, hech qayeri ochilmagan, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning motochasi 500 soat ishlagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 280 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Nurobod tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi BT-150 traktori hisoblanadi. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada, hamma joyi soz holda, puskachida zavodit bo'ladi. Hozirgi paytda ishlab turgan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani bemalol ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT82.1 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Hech joyi ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Texnikamiz bor yo'g'i 500 soat ishlagan. Dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaning manzili Xorazm viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. O'zi sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT82 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan, 2700 soat ishlagan. Bu texnikamizning hech qayeri ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan, hamma joyi radnoy holatda turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 ming dollar, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Namangan viloyatida. Texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizdan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, korobkalari ochilmagan. Motori 1 gram moy yemaydi, zadnima ostida 1 gram shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika, bir kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 160 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, hamma joyi radnoy. Zadnimoslarda 1 gram shovqini yo'q, bir kalitda zavodit bo'ladi. Motorlari 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ LS100 traktor hisoblanadi. Bu traktorning holati a'lo darajada. Ishlab chiqarilgan yili 2015-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida, bir joyi kulush tegmagan, deyarli og'ir mehnat qilmagan, faqat bir safarda tortgan deb aytib o'tmoqda akamiz. Hamma joyga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha agregati, pris apparati bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Undan tashqari yana pullik agregati bor, to'rt korpusli, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Pris podbor apparatining ham holati ideal darajada, deyarli ko'p ishlamagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampilik 19.900 dollar hisoblanadi. Real olishlar bo'lsa, kelishtirib ham beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnik agregatlarni alohida ham sotaveramiz, narxini telefonda kelishaveramiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnik agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
konditsionerlari bor. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi LTZ60 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada xo'jayiz holda. Motor korobka zadni moslari ziver holatda ochilmagan. Amajaga 100% garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Oldi vidishlar ishlaydi, to'rtala baloni ham yangi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, tilishkasi, chizili, kipini, plugi hamda priz podbor apparati bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Priz podbor apparatimizning ishlab chiqarilgan yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. O'zimizda 2 sezon ishlagan, u ham yangi holatda turibdi deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15,000 yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnika agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.